Mana shu 3 xonali kvartiramizni bozori chaqqon bilasizlarmi? Sababi imенно mana shu proyektda 2/6 balkon bor. U balkonni sizlar yana bitta xona sifatida foydalanishingiz mumkin. Qo'shimchasiga yaxshi remont holatida bo'lsa, shuni kirib yashab oladigan joy emasmi? Uyimizni bir boshdan obzor qilaman. Mana kiruvchi eshiklarimiz, shkoflarimiz qolar ekan, yangi yasab qo'yishgan. Uyimizda yaqinda remontdan chiqqan. Xo'p, uyimizni zali, bilasizlar 2/6 balkoni bor. Narijuni patologlar qilishgan, bu tarafga lyustralarni yaxshidan qilib qo'yishdi. Qaranglar, yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib qo'yaylik. Narxini chiroyli chiqaramiz, xudo xolasa. Bu tarafda bitta bolalar xonamiz bor. Endi uy egalari shu yerda ochib ko'rsatishimizga hojat yo'q. Endi ko'pchilik bilsa kerak, 78 kvadrat 3 xonali kvartiramiz. Bu taraf родительский spalnimiz. Mana shu kunlarni qaranglar. Xo'p, oynalar akfa, undan tashqari reshotkalar ham qilib qo'yishgan. Xo'p, bu taraf uyimizning kladovkasi, ochib ko'rsatmaymiz. Bilasizlar, 3 xonali kladovkasi bor. Bu taraf esa hojatxonasi. Hojatxonasi ham ko'rsatishimizga hojat yo'q. Bu tarafimiz uyimizning vannasi, kafelari yaxshi holatda turibdi, akkuratni, chistенький. Bu tarafimiz esa uyimizning oshxonasi. Oshxonamizni bu tarafga, ya'ni 2/6 balkonga ko'chirishgan. Menimcha o'zi endi mebel yasatmoqchi ekan, bizga kelib qoldik. Endi xudo xolasa yangi egasi o'ziga yaxshi mebel yasatib o'radi akalar. Bu tarafda chiroyli tapchani qilib qo'yishgan. Tapchani tagi podvol sifatida ishlatiladi. Uyimizda 5 qavatli domni 4-qavatida joylashgan. Sergeli Tor Xalq bankini shunday orqasidagi domda Turon metroga yaqin. Undan tashqari ko'chamizning boshi Sergeli yarmarka bo'ladi. Lokatsiyamiz горячий. Narxini eshitib bitta like bosib qo'ysangiz bo'lar ekan-a. Uyimizning narxi $65,000 kesanglar tepasida egasi bilan o'zingizlar savdo qilaverasizlar. Faqat naqd pulga savdo qilamiz. Pastda raqam bor, shu va shunga o'xshagan uylarimizni bizning Telegram kanalimizda mavjud. O'tib, ko'rib, o'zingizga yoqqanini tanlab olishingiz mumkin.